Mana bu rasmdagi bola Rendi Gartner, amerikalik yigit bo'lib, bu 17 yoshida 11 kun 25 daqiqa vaqt uxlamagan ekan. Ya'ni maktab amaliyoti tajribasida uyqusizlik insonga qanday ta'sir qiladi degan mavzuda amaliyot yuritgan ekan hamda 11 kun uxlamagan ekan. Qoyil. Bunda nima o'zgarishlar bo'lgan? Birinchi, qisqa ozroq charchoq bo'lgan, ya'ni qisqa muddatli xotiralarning susayishi bo'lgan hamda ko'zga yo'q narsalarning ko'rinishi hamda quloqqa eshitilish bo'lgan. Keyin bu yigit, ya'ni shu 11 kun uxlamagandan keyin uxlagan payti 15 soat vaqt uxlab o'z holida turgan ekan. Nima demoqchiman? Bu ham bir sabrni bildiradi. Agar inson nimagadir majbur bo'lsa, nimadir kerak bo'lsa, shu ishni qila oladi. Biz hozir ozroqgina dars qilsak yoki ishlasak, bo'ldi charchadim deb yarim soat dars qilsak, 2 soat uxlab olamiz, to'g'rimi? Unaqa emas. Hozir uxlasang deydi. Orzularingni tushingda ko'rasan deydi.